Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyh. Sahih Bukhari namlı kitabıdaki dersimizin devamında bugün iman hakkındaki kitabının tövendeki babıda cinazıga ergişiş yani kabirstanlıkı elip mağan meyitke ergişiş kendi bille cinazıyla bilememiş. Bu mu bir imanın katardık emel dep bu babını oturup koyuptu. Hem de cenaze ne degan bo'ldi degan vaqtda bu cenaze to'g'riliq xilma-xil ixtilofli bor. Buni shu taqdirvan deb qarag'uvchilar bo'lgan. Ba'zilar bu cenaze degan bir yopadigan, yepish degan ma'nodan kelib chiqqan. Chunki meyitning ustini yopqachqa shunga bu cenaze ismi buningga ishlatilgan deb qarag'uvchilar bo'lgan. Lekin bir qism olimlar bu shu meyitning o'ziga qaratilgan dedi. Umuman ham ixtiloflar shu meyit ba taqdirvanni cinaze deydi. Buna da itibaqlık ega. Yani Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyh 47. numaralık bu hadisi şundaq deydi. Bizge Ahmed ibn Abdullah ibn Ali el-Menjufi degan zat hadis sözlep bergen idi deydi. Undaq bu kishi kim o? Basir'de yaşayan adam. Bu kishi İmam Bukhari'ninki, İmam Ebu Davud, İmam Nesai qatarlıq meşhur şu hadis kitabı var mesela. Çok büyük Allah'ımlarınki ustaz boldu. Bu kişi 252 yıla ölüp ketkenlikке hatırlangan. Bu kişi deydi bizge Ravh degan kişi ayda sözlep bergen idi deydi. Ravh bolsa Ravh ibn Ubadet ibn Ala el-Basri. Bu adamı Basirlik. Şagirdin Basirlik, bu kişi mi Basirlikken de Basri hazırlıkı Irak. Bu adamga hem de ulamalar baha bergen vaqtida ko'p hadis rivayet qilgan. Bu adam hatta şu tefsir, fiqh, hadis to'g'riliq kitap yozgan deydi. Undaqda bu adam xili bir necha ilmda yetilgan pishqa olimkanda. Bu adamga ulamalar yana ishonchlik degan baholarni bergan. Hamda Ali ibn Madini degan mashhur hadisshunos olim, hamda Ravh ibn Ubadaninki shu 100 mingdek hadisi bor deydi. O'zi yodlagan, o'rgangan deydi. Demek bu adamdaki xili hadis ilmida mol kende bilimi. Yahya ibn Ma'in degan hadis muhaddis alim bu rastçil kerak yo'q adam deb sifatlab 205 yili ölüp ketganlikka qayd qilingan. Bu adam deydi bizga Avf degan zot hadis so'zlab bergan edi deb. Avf degan Avf ibn Abi Jamila nomi bilan yoki Bendavi degan nomi bilan mashhur bu odamda. Özü nahayet til pasahatlik, balagatlik adamken de bu kişi mi Basirlik. Bu adam aynı vaxtdaki çoğu tabiilardan hadis öğrengen mesela Hasanul Basri'ye oxşaş. Bu adam da okuganlardan ayet köp mesela Sübyan-ı Sevri, Şubat ibn Haccac degan büyükler neçqatim ötdi tercümalı. Muş kişiler bu adamdaki şagird buladı. Bu adamın hem işencilik ulama ekanligiga olimlar birdeklikka ega. Bu kişi 59 yılı tug'ilib 146 yılı yoki 147 yılı ölüp ketganlikka qayd qilingan. Bu adam hamda Hasandan rivoyat qildi. Hasan kim o degan Hasanul Basri shu. Bu kishiniki tarjimali o'tib bo'ldi. Hamda Hasanul Basridan ve Muhammaddan dedi. İkkalaridan tang rivoyat qildi bu adam. Avf degan kishi. Muhammad bo'lsa Muhammad ibn Sirin al-Basri. Bu adam Basirlik çok büyük tabiin kishi. Tefsir, hadis ilmida, fiqh ilmida bo'lib, bu shu uchta bir munosabatlik ilmda eng mashhur buyuklardan. Bu odam shu ota-onasiga g'amxo'rlik qilish, yaxshilik qilish, taqvolik, zoitlikda ulamalar ichida ayni vaqtida xili mashhur nomga erishgan. Bu kishi hijriya 110-yili, milodiya 729-yili o'lib ketganligi xotirlangan. Bu kişi hem de köplügen sahabalardan hadis öğrengen Ebu Hureyre, Abdullah ibn Abbas qatarlıq. Hatta Peygamberimizdeki bir neçe ayolları bu kişiye dua qilgan, shularning barkatiga erishgan zotlarning biri. Bu kişininki dadısı aynı vaqtida shu Parislardan shu urushda esirga tushgan. Bu Anas ibn Malikninki o'lishiga erishib ketgan. Anas ibn Malikninki quli bo'lganda shu odam bilan mesela to'xtamlashib qulluqdan ozod qilingan. Shu munosabat bilan bu kishi shu sahobalarniki hamda hissdashligiga va ilm o'rganish fursatiga erishgan shularning huzurida.
Bu kishi ham 30dek sahoba bilan uchrashgan ekan ayni vaqtida. Shu kishilardan masalan Zayd ibn Sabit qatorliq. Shuna bu adam miros ilmi ustida. Chunki Zayd ibn Sabit bu odamning ustozi, sahobalarning ichida mirosni eng yaxshi bilgan kishi Zayd ibn Sabit. Bu odamniki shu taqvoliq, zoidlikda bu gap ketmaydi, bek mashhur. Masalan bir misol olib aytsak, bu odam shu yog' tijorati bilan shug'ullanganda, shu vaqtida hamda 40 ming dirham pulga yog' setib olibdi. Hamda yog'ning vaqtida shu Iroq jut-jutlidan masalan Shomdan, Misrdan, Iroqdan akilida. Akilib shu Madinada sotadimdi uni, kichik shaharlarda. Top akilib pacha sotadigan gapimda. Şunlar şu 40 ming dirhamlik şu yog'niki bir tonna olsa, şu tondan bir o'lak sochqan chiqib qolibdi-da. Şuna bu odam o'ylab bu yog'ni cho'qib bir juvozda siqdi. Mush yog'ning hammasi bir juvozdan siqqan mayla. Hamda qaysida ekanligi noma'lum shu bo'lik bor buningda. Agar buni qaytirib etsam aybi bilan, balki bu haq setishi mumkin bu odam deb yağının hemmin töküp etken. Ziyan tasımda. Bu bek bulabıma iqtisadi mesleğe nispetten takvalık kılmak yaman ters. Bu adamdaki Tefsirul Ahlam yani Tuş Tabiri deydiği meşhur kitabı var. İslam Dünyası'nın ayeti meşhur. Bu kişinin kabrışımı Irak'ta, Besir'de. Bu kişi hem de Ebu Hureyre radıyallahu anhu'da rivayet kılvatıda Peygamber aleyhissalatü vesselam mundak degen ediydi. Kim bir Müslümanın cinasıga, meytiga ägetse dedi. Bu yerda şunu bir ägiştiga ibaratda ulamalar ixtilof qilishganda bir ba'zi rivoyatda buningda g'ayri iborat kelgan bo'lishi mumkin. Şunu Şafiy mazhabda jinozadan oldinmagan afzal, bu uni bir tashrif, hurmatlash yoki ulug'lash deb yusidan deb qaragan. Ammo Imom Azamniki mazhabida kendi minish afzal deb qaragan. Shu hadislar balkim bularning dalili bo'lishi mumkin. Yani iman etkan halatda deydi. Yani mümin halatda demekçide. Biri yani savap ümit kılan halatda. Bir yerde savapın maksat yani ihlas. Mesela ya ki kudamdı, ya ki bir falan bir jutniki bir şeydi, ya ki çoğunlukta, ya ki hüzzekti diyeni maksat kılmasın. Hakiki Allah rızalık için bir Müslüman, mümin ölüp kesipti. Allah rızalık için muş meyit namazı katlaştı. Ben muş depnek baray diyen niyet ile. Herkes başka kornuş tüpelden boğan niyetli bulup kalsa bu daireye girmeydi. Bu adam şu meyit bilen namaz okulğuçilik, yani meyit namaz okulğuçilik ve onu kabirstanlık apırıp depni kığıçilik şu meyit bilen birge hemra bulup mansa o adam 2 qirat ecir bilen qaytıdı dedi. Qirat aslida bir pul birlik yani vaqtdaki, yani tilla pulga işletilgan birlik. Lekin bazı rivoyatlarda, bazı lug'atlarda bu savobga ishlatiladigan bir xil o'lcham birligi. Yani abstraktlıq bir uqumni bildiradigan, bir savobni bildiradigan uqum altida ishlatilgan. Qiratningki o'lchami shunga o'xshamaydi. Bu Allohning nazarida ilmini Allah o'zi biladi. Şu bazı rivoyatlarda bu Uhud tog'idek yoki Uhud tog'idan katta degan sifatlar berilgan. Shunga Qashqarda Abdurashid Qarajim yağçı degan bir zat o'tgan, katta yaqin davrdagi cho'ng katta ulama. Bu kishi ustoz Abdulhamid ibn Abdullahning Abdulmutamilniki eng yaqin ustozlardan bo'ldi. Bu odam shu hadisni sharhlagan vaqtida bu hatta bizning shu Tangir tog'lari, Tianshan tog'laridek degan sifatni bergan. Chunki bu qirat masalasida muayyan aniq bir hukm bo'lmag'achqa bu Xudoning nazaridagi ilm deb qarab, bu savob berilgan bir o'lcham deb bunu hatta şu bir bizning Tangir tog'laridek deb bunda bir sifatlarni bergan. Her bir qiratningki hajmi, o'lchami Uhud tog'iga o'xshash deydi Payg'ambarimiz sifatlabda. Ammo bir odam faqat meyitning namozini o'qibdi, dafn qilishdan burilib qaytib ketibdi. Qabristonlik bilan bormabdi. Masalan, bu odam bir qirat ajrga erishdi, shuni bilan qaytdi debdi. Chunki bu meyit namoziga qatnashish, dafniga qatnashish masalalari bir musulmonniki o'lib ketgandan keyin musulmonlarniki buning qarta g'amxo'rligi va sil rahim yetkazganlikniki ifodasi bo'ldi. Endi bu hadisga yani Ravh degan odamga Osmon Mazin
tabi qilgan, ergashgan bu hadisga deydi. Osman Mazin degan shu Basrdagi cho'ng jomiyiniki ayni vaqtdagi muazzin ekan. U unda debdi bizga Avf Muhammaddan Abu Hurayradan payg'ambarimizning mushunga o'xshash hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu hadis yana Osman muazzindan yana bir mush yo'l bilan qayta bir rivoyat qilingan. Bu Osman muazzin yana bu İmam Buxoriy rahmetullohi alayhiniki ustozlarida. Sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.